Assalomu alaykum azizlar va hurmatli mutaxassis, psixolog, shifokorlar. Navbatdagi klinik psixodiagnostika onlayn kursini tashkil etishda yengillik bilan bu kursni qaysi afzalliklari borligini tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni klinik psixodiagnostikani o'rganishda uning afzalliklarini e'tibor jihatdan olsak, bu aksariyat demak umumiy psixologlarga, tibbiyot vakillari, talabalariga va shifokorlarga. Nima uchun klinik psixodiagnostika hozirgi paytda dolzarb bo'lib bormoqda deb so'rayotgan bo'lsangiz, aynan bu mavzuga oid videoni biza oldingi safarda qilgan videolarimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda esa aynan mantiqiy jihatdan nima uchun bu kurs kerak deb savollarni siz o'zingizga mana shu ifodalar orqali bering va albatta solishtiring qanchalik ahamiyatli va foydali bo'lishligini. Xo'sh, demak, boshlaymiz. Ya'ni birinchi albatta klinik psixodiagnostika kursi umumiy psixologik bilim bazasidan klinik amaliyotni bazasiga o'tishda yordam beradi. Ya'ni psixologik baza bo'lishi kerak. Ana shundagina demak klinik bazani yaxshi o'zlashtira oladi talabalar. Ikkinchisi, psixodiagnostikani klinik amaliyotda qaysi va qanday qo'llashligini o'rgatadi. Ma'lum davlat tashkilotlarida, o'quv yurtlarida bizga klinik psixodiagnostika o'tilgan, ya'ni xususan aynan bizga ham o'tilgan, biroq buning ahamiyati amalik klinik amaliyotda qaysi va qanday metodlarni boshdan oxirigacha qo'llash haqida ham afsuski bu bilim o'rgatilmagan. Mana shu tajribalarni albatta yig'ilgan tajribalarimiz klinik amaliyotlarimizdan kelib chiqqan holda mana shu narsa albatta qo'shiladi. Uchinchisi, psixometrikani sodda va ixcham tushunish dedik. Chunki psixometrika deganda, ya'ni ma'lum bir testlarni xomaki variantdan yaxlit variantga o'tkazish haqidagi bu jarayon aynan shuni ixcham, sodda tushuntirishdan iborat bo'ladi. Keyingi va asosiy afzalliklardan biri klinik psixodiagnostikaning bu ruhiy buzilishlarni klassifikatsiyalash orqali o'rganishdir. Shu joyga diqqat etishingizni so'rayman. Chunki bilasiz, hozirgi zamonda insonlarni nafaqat oddiy ruhiy buzilishlar, balki chuqur ruhiy buzilishlar mavjudligi va aksariyat psixolog mutaxassislar ham, nevrolog, psixiatr aynan mana shu narsalarni differentsiyalashda qo'shimcha bilimga ega ehtiyoji seziladi. Demak, aynan shu klassifikatsiyalashda e'tibor bering. Klinik psixologiyani o'zi 3 ta soha bilan tutashgani uchun, ya'ni psixiatriya, nevrologiya va umumiy tibbiyot sohasi bilan birlashganligi uchun bularda nevrologik sohadan kognitiv jarayonlar tasnifi, ya'ni ularni albatta bilamiz, sezgidan boshlanib tafakkurgacha bo'lgan jarayonlarni, buzilishlarni, ehtimoliy buzilishlarni diagnozlash. Albatta bu instrumental tekshiruvdan boshlab metod testlarni o'z ichiga oladi. Mana shu kognitiv jarayonlar hisoblanadi. Keyingisi o'rtoqlar, juda hamma qiziqadigan psixologiyani sohasida o'qiyotganlar ham shaxs buzilishlari, shaxsning ko'p qirrali buzilishlari haqida, albatta ularni har birini tasniflash, bir-biridan farqini tushuntirish, differentsiyalash va qanday yondashish kerakligi haqida test, tekshiruv, aynan shu haqida yana gap ketadi. Bular ikki tomonlama jarayonni o'z ichiga oladi. Ya'ni bir tomonda klinik amaliyot kuzatuvlar bo'lsa, ikkinchi tomonda esa instrumental tekshiruvlar natijasida bu qiyin buzilishlarni siz to'g'ri ajrata olish va tushunishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchisi, psixosomatika. Psixosomatikada biza albatta bilamiz, organik va funksional buzilishlar bor. Organik buzilishlar bu tibbiy asoslangan buzilishlar natijasida kelib chiqadi. Funksional esa organ tizimi faoliyatida hech qanday, ya'ni tekshiruvlar natijasida bu ko'proq bilinadi. Ikkalasining orasidagi farq, tibbiy laborator tekshiruvlari boshqa, instrumental tekshiruvda patologiya chiqmaydi. Agar chiqmasa, demak bu qaysi funksional tabiatga tegishli bo'ladi. Ana shu psixosomatikaning funksional tabiatini tegishli albatta mana shu ushbu klinik psixodiagnostika kursida ma'lumot beriladi. Demak, azizlar, mana shu baza
aytib o'tganimizdek, klinik amaliyotda o'tilgan 7 yil tajribamdan kelib chiqib, nafaqat bu oddiy diagnostika, balkida buning ichida klinik tajriba va instrumental tekshiruvlar mavjuddir va mana shu narsalarni, mana shu ma'lumotlarni mijozlarga qo'llash, qanday uni to'g'ri tushunish va kelgusida demak psixoterapiya jarayonlarini berish siz aynan shu kursda o'rganib olasiz. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, ushbu videoni yaqin inson, mutaxassis do'stlaringizga ham jo'natib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'ling.